Rahmat. Rahmat. Yana narsamas bo'lsa ham. Hayotga savollar bilan kelamiz. Hayot esa bizni javoblari bilan yashashga undaydi. Assalomu alaykum azizlar. Hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda mehmonimiz O'zbekiston xalq artisti Saida Rametova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Hayot yo'llaridan hayot va xayol yo'llari ko'rsatuviga keldingiz. Keldim. Eson-omon. Va nihoyat Va keldim. nihoyat. Juda ko'p sog'intirdingiz, a? Nima sabab? Ishingiz ko'pmi? Vaqtingiz yo'qmi? Aytmayman. Ayta qoling endi. Doim aytardim-da, borganimga yarasha bir yangilik bo'lsa, hayotimda biror narsa o'zgarish bo'lsa, dedim, mana bo'ldi yangilik. Hozir o'zingiz O'zbekiston xalq artisti tanishtirdingiz-ku. Yoqimli, a? Ha, juda ham yoqimli. Biz xursand bo'ldik. Rostdan. Yurakdan xursand bo'ldik. Juda ko'pchilik xursand bo'ldi. Rahmat. Muborakbod etamiz. Bugun tabriklash nasib qilgan ekan. Rahmat. Bundan ham oliy mukofotlarga munosibsiz. O'zi Saida opa, ayol kishi uchun, aktrisa uchun emas. Ayol uchun. Ayol uchun Xo'sh. eng oliy mukofot qanday mukofot? Oh, eng oliy mukofot ko'p, lekin bittasini aytishim kerakmi? Yo'q, xohlaganingizni. Eng oliy mukofot endi o'zimdan kelib chiqsam, Albatta. bu oilamni tinchligi ham yurtimni tinchligi. Mana shu eng oliy mukofot. Shu ikkalasi bo'lsa, hamma narsa asta sekin ro'yobga chiqaveradi. Tushundim. Shunaqa deb o'ylayman-da. Albatta, o'zi asli ham haqiqatan shuda. Vatan tinch bo'lsa, oila tinch, ayol tinch. To'ppa-to'g'ri. O'zi aytishadi-ku, vatan deganda ona, ona deganda vatanni tushunamiz deb. Salomat O'sha bo'ling. uchun. Bugun hayot yo'llarida qanday xayollar sizni yashashga undayapti? Qanday xayollar bilan yuribsiz? Ko'p-a ular? Juda ham ko'p, juda ham ko'p. Lekin yaxshi, hammasi yaxshi. Aytadi-ku, yaxshilikni niyat qilsang, tilasang, yuragingdan shu yaxshi narsalarni o'ylasang, asta sekin hammasi amalga oshadi deb. O'ylagan niyatlarim, xayollarim bir 90% amalga oshdi. 90%. Endi ko'p xayollarim bor. Eng avvalo yurtimiz tinch bo'lsin deyman. Hammani kasbkoriga baraka bersin. Teatrda yaxshi rollar ijro etay deyman. Turmush o'rtog'im tuzalib ketsinlar, Jumatilla Rametov deyman. Yana sahnaga qaytsinlar deb niyatlar qilaman. Endi farzandlar, nevaralar, quda andalar shular bilan tinch nevaralarning rohatini ko'rib, xalqimizga yana yaxshi rollarim bilan xizmat qilay deyman. Mana shu xayollar ko'p meni ish qilib miyamda aylanadi. Tushundim. Shirin xayollar. Shirin xayollar. Onaning xayollari, o'zbek ayolining xayollari. To'ppa-to'g'ri. Lekin bolaligingizda juda ham xayolparast bo'lgan ekansiz. Bir kun onangizga aytgan ekansiz, men katta bo'lsam, juda ham boy inson bo'laman va mening ikkita o'g'lim va turmush o'rtog'im o'zimning kasbimda ishlaydilar degan xayollarni ham surgan ekansiz. Qarang, amalga oshdi. Xayollaringiz hayotga ko'chdi. To'ppa-to'g'ri. Demak, shu narsalarni o'ylardim, haqiqatan amalga oshdi. Demak, Saida opa, qaysidir ma'noda inson o'zining hayot kitobini, qaysidir so'zlarini o'zi yozar ekanda. Shunaqa bo'lsa kerak. Chunki o'zimdan mana misol keltira olaman. Nimaiki niyat qilib o'sha paytlar, lekin masalan men o'sha paytda shunaqa bo'ladi deb o'ylamaganman-da. O'ylamaganman, lekin qanaqadir xayollar o'tardi shu narsa. Keyin yana ko'proq shu hozir aytganingiz bilan birgalikda yana ko'p xayolimdan bilasizmi o'tardi. Xo'p, nima o'tardi? O'z yurtimga mehmon bo'laman deb niyat qilardim. Samarqandda nimagadir shu narsa. Men o'zimni yurtimga, Samarqandga mehmon bo'laman derdim-da, keyin dunyo kezaman derdim. Mani hayotim ko'pincha samolyotda, poyezdda, yo'lda o'tadi derdim-da. Hammasi shunaqa bo'ldi. Sayohatchiga aylandingiz. O'zi haqiqatan ham Saida opa, bu hayot yo'llarida hammamiz ham aslida sayohatchimiz-da, musofirmiz, yo'lovchimiz. Mana shu yo'lda yurayotgan yo'lovchiga har doim nima kerak?
mana ko'p yo'lda yurasiz, ko'p sayohat qilasiz, ijodiy ishlar bilan qanchadir fursatda Turkiyada bo'ldingiz. Nima kerak bo'ldi sizga? Yo'ldagi yo'lovchiga har doim nima kerak? Yo'ldagi yo'lovchiga doim yo'li yorug' bo'lsin. Safari bexatar bo'lsin. Yaxshi niyat. Yaxshi niyat. Shu manzil makonimizga eson-omon yetib olaylik deyman. Hamma yo'lda yurganlarni Alloh o'zi asrasin, shu qator bizani ham deb. Keyin bilasizmi, yo'lda yurgan odam ko'proq yaxshi niyatlarni aytish kerak ekanda. Ko'proq, chunki o'zi ko'p anaqalardan o'tiladi-da. Ham ibodatli joylardan o'tasiz, ham o'sha yerda insonlarni hokipoyi yotgan joylardan o'tasiz. Har bitta o'sha manzildan o'tayotganda yaxshi niyat qilib, yuragingizdan o'sha niyatlarni aytib o'tsangiz, masalan, yana odam baribir har doim orzu bilan yashaydi-yu, to'g'rimi? Xayol bilan, orzu bilan, niyat bilan o'shalarni aytib ketaversangiz, o'shalar haqiqatan ham ijobat bo'ladi. Men yo'lda doim shularni o'ylab ketaman. Yaxshi niyatlar hamroh bo'lar ekan. Ha, albatta, albatta. Zaminimizda tiriklikning yana bir kechi, vaqt o'tyapti. Istasak, istamasak vaqt o'tyapti. Vaqtga qo'shib bizning ham vaqtimiz o'tyapti, istasak, istamasak. Said opa, so'ramoqchi bo'lganim, yaxshi san'atkorning ham vaqti o'tadimi? Albatta o'tadi. 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 Yaxshi san'atkorni ham hammasi ham vaqt o'tadi. Chunki vaqt bizga qaramaydi-da. Biza xohlamaydik. Masalan, xohlaymiz o'sha yoshroq bo'lsak, vaqt cho'zilsa deb, yo'q. Vaqt juda ham tez o'tyapti. Juda ham. Mana o'zimni ham Samarqanddan kelganimga 50 yil bo'libdi. Bunda orqaga qarasam, xuddi kecha kelgandayman. Kecha kelgandayman. Lekin 50 yil ko'rdingiz? Mana shunaqa vaqt tez o'tibdi. Baribir Samarqandning go'zalisiz. Ko'z tegmasin. Said opa, bilasiz bu narsani, bu haqiqatni bilasiz. Samarqandning ko'pgina xotin qizlarining yuzi mana shundoq bo'ladi-da, osmonda bo'ladi. Ko'zlari osmonda bo'ladi. Viqor bilan, salobat bilan, o'ziga ishonch bilan yuradi. To'g'ri. Keyin har doim nima deydi? Gapini o'tkazishga harakat qiladi-da har joyda. Bu Samarqandning ayollarga xos bo'lgan nima bu? Bu illatmi, fazilatmi, xislatmi? Nega bunday? Men o'ylayman, Samarqand shahrimizda juda ko'p bobokalonlarimiz o'tgan, momolarimiz o'tishgan. Amir Temur bobomiz, Bibixonim momomiz, juda ham Ulug'bek Mirzo, juda ko'pchilikda baribir qonimiz. O'shalarning qoni bormi deb o'ylayman-da, bildingiz, baribir bor. Chunki balkim biz ham qanaqadir ma'noda kimnidir avlodimiz. Hamma narsa bo'lishi mumkin-ku. Amir Temur yurtidanmiz deb yoki kekkayamizmi? O'shalarni anaqasi, bilasizmi, bir tomondan kamtarligi ham bor. Bor. Ha, bor. Bir tomondan mana shundoq viqor bilan turish mana shundoq bor. Ba'zan bilasizmi, mana san'atkorlar shu Samarqandga borsa, xizmatga, yaxshi tadbirlarga, xizmatlarga borsa, keyin menga aytishadiki, Saida, Samarqandda mana shu xizmat qilish, tadbir o'tkazish yoki to'ylarni o'tkazish ancha qiyin. Nimaga deyman? Har bir san'atkor borsa, mana shundoq qarab turishadi. Deyishadi. Kimati ular yaxshi ko'radi. Lekin ularning tabiati shunaqa, mana shundoq qarab turishadi. G'ururli, Mana shunaqa deb ko'p savol berishadi. Lekin agar bir pasdan keyin joningizni fido qilib yuboradi-da Samarqandning ayollari. Demak, hamma narsa ko'rganing kabi emas-da. Said opa, siz teatrda, sahnada, suhbatda, ko'rsatuvlarda qanaqadir quvnoqlik bor sizda, sho'xlik bor. Lekin aslida haqiqatmi? Endi kuldingiz. Siz aslingiz nazarimda unday emas. Bu nima bu? To'g'ri, hammamizni qaysidir ma'noda o'zimizni qiyofamiz bor. Nima deydi? Niqobimiz bor, yaxshi ma'nodagi. Saida Rametova o'zi bilan o'zi qolganda qanday inson, qanday ayol?
u o'zini o'ziga kim deb tanishtiradi? U o'zini qanday ko'radi? O'zini ko'p orzular qiladi, ko'p niyatlar qiladi. Keyin baribir yaxshilikni tarannum qiladi. Bilasizmi, keyin o'zimni ham o'ylayman, turmush o'rtog'imni, farzandlarimni, 90 ga chiqqan onajonimni umrlari uzoq bo'lsin. Ukalarim, jiyanlarim, mana shularni hammasi hayolim ketadi. Ana u o'qishga kirish kerak, mana buni ishga joylashtirish kerak. Ana u onamga qarash kerak, ko'rishga borish kerak. Qo'ng'iroq qilaman, hammasi tinchmi, sog'mi, omonmi, har holda o'qisa, ilmli, bilimli bo'lsa, kelajakda baribir bizni endi kelajagimiz yoshlar bilan. Albatta. Hammasini bilmayman, ba'zan menga aytishadi-da, buncha o'ylayvermang, o'z holiga tashlab qo'ying. O'zi anaqa qilsin deydi-da, xo'p deyman, Suraya, xo'p deymanda, lekin baribir o'shanaqa qilolmayman. Hamma narsani o'ylayman. Ozgina bo'lsa ham o'shanga nafim tegsa deyman. Azaldan shunaqasiz, ha? Ha, azaldan shunaqaman. Meni ko'rgan odam to'g'ri, bilasizmi nima deb o'ylaydi? Bu uyda hukmron. Yo'q. Bu anaqa jahldor. Keyin o'zini aytganini qildiradigan deb o'ylashligi mumkin. Rollarim shunaqa-da. Shunaqa. O'zingizni o'ynamaysiz rolda. Ijrolaringizda o'zingiz yo'qsiz deyarli. Asli boshqachasiz. Asli judayam boshqachaman. Bilmayman. Onam shunaqa qilib tuqqanlar shekilli. Bunda yashash qiyin emasmi? Yo'q, qiyin emas. Qiyin emas? Yo'q, qiyin emas. Bilasizmi, 1-2 marta mana shunaqa eshitganman-da, o'zing uchun ham yasha, qo'y, o'ziga qo'yib ber, o'zi qilsin, o'zi yugursin, o'zi harakat qilsin deyishsa, keyin bir ikkitasida xo'p dedim-da, o'zi harakat qilsin, o'zi ana qilsin dedim-da, o'shani niyati, orzusi amalga oshmadi. Deylik, o'zi jiyanlarimdan bo'ladi, yaqinlarim, singlilarim, agar o'sha ishi bir amalga oshmasa, keyin o'zim qiynaldim. O'zingizni aybdor his qildingiz. Ana, o'zimni aybdor his qildim. Nimaga bunaqa majburiyat bilan yashayapsiz? Bilmayman, Suraya, hech ham o'zgara olmayman. Hech ham bildingiz. O'zi odam o'zgaradimi? Ayol o'zgarsa, ayolni nima o'zgartiradi? Kim o'zgartiradi? Mabodo ayol o'zgarsa, balkim nohaqlik, tuhmat, diliga kimdir ozor berishi, nimadandir xafa bo'lishi, shu o'zgartirsa kerak-da, bildingiz? Shu o'zgartirsa kerak. Mana o'zingizni qaysidir ma'noda yashash tarzingizni, aslingizni aytyapsiz-da. Siz o'zingizni to'g'ri yo'ldaman deb o'ylaysizmi? To'g'ri yo'lda deb o'ylayman. Chunki 1-2 marta o'zimni shu fikrimga, o'zimni ichimdagi mana shu narsalarga qarshi chiqib, o'zimni o'ylab, bo'ldi, qilmayman shu narsani, yordam bermayman, menga nima deganimda o'zim qiynaldim. To'g'risini aytsam, o'zim qiynaldim. O'zimga o'zim keyin yo'q dedim. Menga nimani yuragimga anaqa joy qilsa shuni qilishim kerak. Men boshqacha bo'lolmayman dedim. Mana onam ham borsam Samarqandga, ba'zan aytadilar-da, Saida qizim, hammasini o'ylaysan, o'zingni kam o'ylaysan, ish qilib kasal bo'lib qolmagin. Men seni o'ylayman, hammamizga qaraydigan, hammamizni dardimizga malham bo'ladigan, sen shuning uchun o'zingni ehtiyot qil deb duolar qiladilar-da. Keyin aytaman, ayajon, mana shu nimaiki qilayotgan bo'lsam, siz uchun qilyapman.
Chunki men bilaman, agar birorta nevara, chevara hammasidan borda, rosa boy badavlat onam. Agar birortasini deyman o'sha ishi o'nglanmasa yoki o'qishga kira olmasa yoki bir ishga joylashmasa, uylanmasa, kech qolsa, baribir siz o'ylaysizmi? Ha? O'ylaydilar. Onam 90 ga kirgan bo'lsa ham shunaqa aqllari joyida, shunaqa ziyrak, hamma narsani biladilar, hamma narsani. Mana hatto yaqinda bitta nevaralarni ishga anaqa qilishdi, keyin men bordim, iltimos dedim, shu bitirdi, ishga olinglar dedim. Hozir yoshlarni ish bilan ta'minlanglar deyapti dedim. Yoshlarimiz to'g'ri yo'lni tanlasin. Voy, men shuncha o'qidim, ishlamaymanmi degan narsa kelsa, boshqa yo'lga o'zini urib ketadi. 90 ga kirgan onam har kun so'rayaptilar dedim, ishga joylashdim yo'qmi deb dedim. Men shunaqa. Keyin yaqinda borganimda aytdim, bo'ldi, yaqinda ishga olishadi, ko'nglingiz o'zlari so'radilar. Ish bo'ldimi, ishga joylashdimi deb qo'yadilar. Ha, yaqinda ishga joylashadi, ko'nglingiz xotirjam bo'lsin deyman. Mana shu ko'p narsani to'g'risini aytsam, shu onam tinch yashasinlar, umrlari uzoq bo'lsin, hamma narsani o'ylab siqilmasinlar deb shu onam uchun ham yelib yugurib hamma narsani o'rniga joy-joyiga qo'yishni xohlayman. Onani duosini olayotgan farzandsizda. Xudoga shukr. Ko'z tegmasin. Asosiysi ham shuda, hayot. Shunchaki yashash uchun yashayotgan ayol emassizda. O'zingiz aytgansiz-ku, bir intervyuda aytgansiz. Hamma narsaning o'zini sababi bor degansiz. Mana shu qilayotgan yaxshiliklaringizni, amallaringizni ham o'ziga yarasha sababi borda. Siz his qilgan endi og'riqlaringiz haqida sizni qalbingizni og'ritmoqchi emasman. Bu bilan siz his qilgan og'riqlar, siz his qilayotgan og'riqlarning asosiy sababi nima deb o'ylaysiz? Og'riqlarning sababi nima? Nima bu? Og'riqlar insonga nima uchun beriladi? Qanaqa xulosa qildingiz bu narsadan? Og'riqlar bilmasam, balkim o'zimni shu kasallarimdirda. Har holda 3 ta operatsiya boshimdan kechirdim. Lekin o'zimga o'zim yana aytaman, balkim shu ko'pchilikni duosi bilan mana yuribman deyman. Mana onam, ukalarim, singillarim, jiyanlarim bor, qudalarim, navara, 2 ta o'g'il, kelin, yaxshi. Faqat mana yana og'riq deganingiz, endi mana Jumadlar Ametov hech qachon o'ylamagandim shunaqa Alsgeymer kasal bo'ladilar-yu. 45 yil sahnada teatrda ishlab, mana hozir endi 4 yildan buyon sahnaga chiqa olmaydilar. Chunki baribir bizga xotira kerak-da, xotira kerak. Eng kerakligi san'atkor uchun, aktyor uchun xotira. Lekin shunda ham mayli, yashayaptilar yonimizda, ish qilib, biri eslasalar, birini eslamasalar ham nafas olib turibdilar. Hamma tomonlama baribir ko'nglim tinch, xotirjam. Lekin ayol erkak bilan butunda. Bu gapingizda jon bor. Qaysidir ma'noda o'zingiz amallayapsiz-da, o'zingiz eplayapsiz. Ham erkak bo'lib, ham ayol bo'lib. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni aytishadi-ku, ayolning joni 40 ta emas. U faqat bitta jonini 40 ga bo'lib yashaydi. Siz o'sha maydalangan 40 ta joningizni bir joyga jamlab, kuch topib yana yashashni davom etyapsiz-da. To'ppa-to'g'ri. Bu jasorat, bu kuch qayerdan? Faqat men shu, bilasizmi, o'ylayman, ertayin tuzalib ketadilar deb umid qilaman. Jumadlar Ametov. Ertayindan yana mana ko'payishyapmiz, navaralar bor, o'g'illarim, kelinlarim bor. Hammasi sog' salomat, hammasi ish qilib yonimda-ku deyman. Kuch to'plashga harakat qilaman. Ba'zan haqiqatan charchayman. Lekin shular uchun yashashga kuch to'playman. Kuch to'plashga harakat qilaman. Ilojim yo'q. Alloh o'zi kuch-quvvat bersin, madadkor bo'lsin.
sizni qaysidir ma'noda og'riqlaringizni eslatganim uchun, qalbingizni og'ritganim uchun uzr so'rayman. O'zi bu hayot yo'llarida ko'proq qalbingizni ovozini eshitib yashasangiz kerak, aqlingizni emas, ha? O'zi mana onangiz aytarkanda sizga o'zing uchun yashagin derkan. O'zi umuman olganda o'zbekning ayoli o'zi uchun yashaydimi? Yo, o'zi uchun yashaydiganlar bormi? Bor. Bor, ha? Bor. O'zi uchun yashaydiganlar bor. Ular yashashni biladimi? Ular biladi yashashni. O'zi uchun yashaydi. Keyin o'sha yashashni to'g'ri deb biladi. To'g'ri deb biladi. Men to'g'ri yashayapman deydi. O'zimni o'ylayman deydi. O'zim uchun yashayapman deydi-da. Ba'zan ishonasizmi? Menda ham shunaqa xayol bo'ladi. Men noto'g'ri yashadimmikin? Shunchalik o'zimni turmush o'rtog'im, uyim, joyim, bolam, chaqam, onam, ukam, singlim hammasini o'ylab, ba'zan ishonasizmi, hatto hamkasblarim ham o'ylaydigan mana shunaqa odatim bor, shogirdlarimni o'ylaydigan odatim bor, kimdir mendan nimanidir iltimos qilib kelsa, uni ham o'ylaydigan odatim bor-da. Keyin o'zimga o'zim aytaman, ana o'shanga o'xshab yashasam bo'lmasmidi? Nima xato yashayapmanmikin? Xatoga yo'l qo'ydimmikin? Nimaga o'shanga o'xshab, o'zingni yaxshi ko'r, o'zing uchun yasha deyishadi. Nimaga shunaqa yasha olmayman deb o'zimga o'zim savol beraman. Ba'zan o'shalardek bo'lishim kerakmikin deyman. Keyin yo'q, men unaqa bo'la olmayman deyman. Men o'zim endi bilmasam, shunaqa yaralgan bo'lsam kerak deyman. Endi bu fitratni Alloh beradi-da. Balkim o'zini aslidan uzoqlashmaydigan darajadagi fitratni. Said opa, o'zi umuman olganda mana sahnada, teatrda, kinoda, ko'rsatuvlarda qaysidir ma'noda sizni niqoblaringiz bor-da. Niqoblaringiz bor. O'zingiz bilan o'zingiz qolganingizda o'zingiz bo'lasiz, o'zimizni, o'zligimizni ko'rib turgan haqiqatning ko'zlari bor-da. U bizni har doim ko'rib kuzatib turadi. O'sha haqiqatning ko'zlariga qanday holatda qarashga uyalgan bo'lardingiz? Menmi? Ha, qanday holatda? Bilmadim. Hech o'ylab ko'rmagan ekanman bu narsani. Endi hammaning o'ziga yarasha kamchiligi bo'ladi. Bilib bilmay gunoh qilib qo'ygan bo'ladi. Bilib bilmay kimnidir dilini og'ritgan bo'ladi. Kimgadir yaxshilik qilaman deb yomonlik qilib qo'ygan bo'ladi. Hamma mana shu paytda keyin ba'zan endi balkim bu ko'pchilikda bordir bu odat. Oila uchun bir yaxshilik qilaman deb yolg'on gapirib qo'yaman. Yolg'on gapirasiz nima uchun? Yaxshilikka xizmat qilsin deb. O'sha paytda ham keyin voy Alloh kechir, o'zing shu yaxshi bo'lsin-da, shu narsa hammasi yaxshilik bilan tugasin deb unga yolg'on gapirdim deyman. Mana shundan ham qiynalaman. Mana shu narsalar bo'ladi lekin. Ayol kishi ko'pincha o'zini nima deb aldaydi? O'zini nima? Ha, o'zini. Hammamiz. Nima deb aldaymiz o'zimizni ko'pincha? Men go'zalman, men yaxshiman. Yo'q, go'zalsiz-da. Yaxshi niyatlarim hammasi amalga oshadi. Men kuchliman. Shu bu yaxshi ma'nodagi umid, qaysidir ma'noda. Umid o'lmasin. Umid o'lmasin. Nima deb o'ylaysiz Saida opa? Mana bugun kuzatuvchi, tajribali ayol sifatida aytingchi, bugun ayollar o'rtasida qanday chegaralar yo'qolib boryapti? Ayollar nimasini yo'qotib boryapti? Bilasiz, xalqning ichida ko'pni ko'rgan odamsiz, yuribsiz, ayollarni kuzatasiz. Nimalarni yo'qotyapti ular? Nimasi o'z joyida turgani yaxshi? Endi ozgina or, nomus, andisha, ibo, hayo, oilani o'ylash, farzandlarni o'ylash, qaysidir ma'noda hayotda bilmayman bir to'g'ri yo'lda yurish, ozgina bo'lsa ham bir-birini hurmat qilish,
bir-birini haddan tashqari g'iybat qilmasin, bir-biriga G'iybat haligi u undoq edi, bu bundoq edi. Mana shu hozirgi aytgan gapingizga men bilasizmi, o'zi ko'p Instagram, YouTube'larga kirmayman, uncha bilmayman ham ularni. Ba'zida shundoq bo'lsangiz chiqib kelaveradi-da. Chiqib kelaveradi, keyin qarab, mundoq qilib, nima qilaman, bitta narsa juda dilimni ortadi, Surayyo. Shu narsani yoqtirmayman. Bilasizmi, oxirgi paytlar judayam mana san'atkorlarning ichida ham, oddiy xalqi ichida ham, ayollarning ichida ham bilmayman, nimagadir judayam bir-biriga tuhmat qilishlar, yolg'on gapirishlar, bir-birini yomonlash, bir-biridan qanaqadir bir arazlab, mana shu bilmayman, bizani endi tilda mag'zava ag'darish deydi-da, samarqandcha agar aytadigan bo'lsam, bildingiz, mana shu narsa yoqmaydi menga. Bir haqiqat bor-ku, o'ziga o'zi qiziq bo'lmagan odam, o'zi bilan ovora bo'lmagan odam boshqalar bilan qiziqadi-da. Hasad kelib o'shandan chiqadi. Shundan chiqsa kerak-da. Iloji boricha bir-birimizni yutug'imizdan xursand bo'laylik. Mana shunaqa jannat makon yurtda yashayapmiz, shunga shukr qilaylik. Har bir kunimiz chiroyli, yaxshi o'tayapti, to'ylar bo'lyapti. Bir yaxshi bolalarimiz o'qiyapti, ilmli, bilimli bo'lyapti, til o'rganyapti. Hamma tomonlama ish qilib bizani o'ylashyapti imkon qadar deyman-da. Mehnat qilgan bizni yurtimizda hech qachon bir narsaga zoriqmaydi. Mehnat qilgan baribir yashaydi, mukofotlanadi, o'zini niyatlariga yetadi. Men o'zimdan misol keltiraman-da. O'sha aytdim sizga, 50 yil bo'lgan bo'lsa, men Samarqanddan kelganimga, men bu narsani hech qachon uyalmayman. Doim aytaman, men bitta sumkada, bitta ko'ynakda, bitta tapichkada kelganman Samarqanddan. Mana o'qidim, to'g'ri yo'lda yurdim, mehnat qildim, birovni hech bir nimasiga ko'z olaytirmadim. Hammasi joy-joyiga tushdi. Andishamni yo'qotmadim, hamma narsaga e'tibor berdim. Mana asta-sekin o'qish ham bitirdik, Jumadilla Rametov bilan turmush qurdik, 7 yil yotoqxonada yashadik. O'sha 7 yildan keyin bizga uy berishdi. Mana o'sha 3 xonali uy bergandi. U paytda davlatimiz uy berardi san'atkorlarga. Uni keyin 5 xonaga o'zgartirdik. Mana asta-sekin mana ikkita o'g'limizga ikkita oldik, ikkita mashinasi bor. Hamma narsaga mehnatimiz bilan o'sha birovlarga ham iloji bo'lsa qo'limizni cho'zdik, o'zimiz ham musofir biza, shunga ham yordam beraylik, shu ham o'qisin. Uyimizda qanchasi qolardi. Anaqa kelgan o'sha abituriyentlar, studentlar, bizani qarindosh, Jumadilla Rametov qarindoshlari hammasiga qo'limizdan kelgancha yordam berganmiz, yaxshi gapimizni gapirganmiz. Bilmayman, ish qilib shunaqa bo'lish kerakmi deb o'ylayman. Mana yomon bo'lmadik-ku. Mana hamma narsaga erishdik-ku. Qancha medal, orden, legenda O'zbekiston afsonasi Jumadilla Rametov ham qancha medal, ordenlar oldilar. Men ham O'zbekistonda xizmat ko'rsam artist. Mana men endi har doim orzu qilardim, Sora Eshonto'rayevalarni yo'lini bersin, o'zimizni buyuk san'atkorlarni yo'lini bersin, Yayra Abdullayeva, To'tapa, hamma Rixsapa. Mana shu yaxshi niyat bilan mehnat qildik, mehnatdan qochmadik. Mana va nihoyat O'zbekiston xalq artistini ham oldik-ku. Unvonlar kerak-a san'atkorga? Albatta kerak, albatta kerak. Mana shu unvon yana ham odamga kuch beradi. Kuch beradi. Yana ham mas'uliyatni sezasiz. Sizga berdi. Yana ham mana buni qilishim kerak, men bundoq bo'lishim kerak deb o'sha narsalarni o'ylaysiz. Keyin ko'proq rollar ijro etishi, yana ham ana bir dam olishim kerak. Bo'ldi, endi xalq artistini oldimmi, o'tirishim kerak. Menga bir ikkita aytishdi ham. Nima deyishdi? Bo'ldi, xalq artistini olding, endi nafas ol, o'tirmaydim. Yo'q, o'tira olmayman. Ishlagan, ijod qilgan odam. Menga berishdimi shu unvonni? Endi men 2 karra xizmat qilishim kerak, 2 karra yugurishim kerak, 2 karra rollar ijro etishim kerak.
hali umidlarim ko'p. Lekin bitta orzuyingizni bilaman, eng katta orzularingizdan biri Bibixonim obrazini yaratish. Voy, hozir aytmoqchi edim, lekin Aytib qo'ydi o'zi. qildim. Aytmay dedim, tursam qayerdan bildingiz buncha narsani? Ichimdagi hamma Men sizni narsani qachondan o'qib beri olyapsiz. o'rganamanman. Qachondan beri kutamiz sizni. Sog'intirib yashagingiz keladi. Bugun siz nimani Haqiqatan. sog'indingiz? Bugun nimani sog'inyapsiz? Bugunmi? Beg'ubor yoshligimni, studentlik paytlarimni. Konservatoriyada sog'inaman. ishlagan paytingizni-chi? Konservatoriya emas. Zavodida. Konserva zavodida. Kinoga ketdi xayolim. Mahallada Dudu gapda konservatoriyada ishlayapman deydi, xayolim unga ketdi. O'sha damlarni sog'inaman, Sog'inasiz. lekin sog'inaman. Ishlaganmisiz? Ishlaganman. Xuddi o'sha kinolarda ko'rsatganday bankalarda. Ha, o'sha hammasida ana shu qanaqa mahallada Dudu gap. gapda o'sha bo'lsa o'shanaqa joyda ishlaganman. Necha yoshda bo'lgansiz o'shanda Said opa? Unda men 13-14 yoshlarda bo'lganman. Onangizni yordamchisi bo'lgansiz. Ha, onamga yordam berganman. O'sha bizda Samarqandda bor-ku, Serp Imolit deydi. O'sha konserni zavodda ishlaganman. Mehnatdan ulg'aygan ayol ekansizda. Haqiqatdan ham mehnatdan ulg'ayganman. Hech qachon mehnatdan qochmaganman. O'sha paytda ham uyimizdagilarga, oilamizga yordamim tegsin. Hamma narsa anaqa o'zimizni pulimizga olaylik deb harakat qilardim. Mana o'sha haligacha o'sha. Hali ham o'sha hamkasblar do'stlaringizni sizga aytgan yaxshi gaplari, fikrlari bitta. Saida Rametova ba'zi bir erkaklar qila olmayotgan ishni qilib yuradi. Ba'zi bir erkaklarning kuchi yetmagan ishlarni qiladi. Ularning sizga nisbatan munosabatini qarang-da. Demak, ham erkak ham ayol bo'lib qaysidir ma'noda yashayotgan ekansizda. To'g'ri, to'g'ri. Demak, bunga o'sha bolaligingizdagi mehnatkashligingiz onangiz sababchimi? Yo, o'zim O'zi. O'zim sababchiman. Siz hali boshda aytdingiz-ku, men o'shanda onam menga yordamingni ol yoki mana 3 oylik kanikulla bo'lardi. Men yo'qdirdim. Sizni yoningizda ishlab sizga yordam beraman derdim. Keyin o'sha yaxshi yashashi, boy bo'lishi, hamma narsa bekam kuz bo'lishini men shuni xohlardim yoshligimdan, bildingiz. Ana shu men shu ikkita o'g'lim bo'ladi. Ular ham kam ko'zsiz o'sadi. Hamma narsa yetarli bo'lishi kerak. Mana shu narsalar miyamda aylanaverardi-da. O'sha uyda ham shu uchun yordam berardim. Hatto men 10-sinfni bitirganimdan keyin pedagogika dokumentimni topshirib imtihonga bormaganman. Nima sabab? Ingliz tili fakulteti ochilganda o'shanga topshirganman. Dugonalarim ham yuringlar, shu o'qiymiz deganmanda. Keyin o'zim bormaganman. Yo'q, 1 yil ishlab keyin o'qiyman. Hamma narsani o'zim uchun olaman, uydagilarga ham yordam beraman. Ana undan keyin o'qishga kiraman deganman. Qarang, buni ham har bir narsani hikmati bor, sababi bor-ku. O'shanda men o'sha yerda o'qiyman deganimda, keyin men do'konga ishga kirganman. Juda ham katta Sotuvchi bo'lgansiz. Ha, sotuvchi bo'lib. Samarqandda. Samarqandda Gulnora magaziniga. Ana o'sha yerda ishlab, bu ham taqdirmi deyman-da. O'sha yerda ishlab 1 yil o'zim yaxshi ko'rsatganman, yaxshi ishlaganman, mehnatdan qochmaganman. Hattoki menga pul tashab sinash odatlari ham bor ekan. Pul tashab qo'yishganda qani bu qo'li egirimi yoki to'g'rimi? Ko'rdingiz, men shunaqa sinovlardan o'tganman. Meni endi tarbiyam unaqa bo'lmagan uchun o'sha pullarni olib berib mehnat qilganimni ko'rishgandan keyin meni Toshkentga o'qishga jo'natishgan. O'zlari. Shirin degan dugonam bilan. Ikkalamizni o'qishga jo'natishgan. Men shu unda chunki kassaviy apparatlar chiqqanda, kassaviy apparatni bilishimiz kerak uni ishlatishni. 1 yil Oqtepadagi o'qishga bizani jo'natishgan. Biz 1 yil o'qib, o'rganib, bu yerdan ham diplom olib, borib keyin o'zimizda kooperativniy institutga kirishimiz kerak. Lekin kirmagansiz. Ammo bu yerda keyin o'qidim. Juda ham a'lo baholarga o'qidim. Keyin menga har oy hammani endi ashula aytishimni, tadbirlarga yaxshi qatnashishimni, o'zimcha bir narsalar qilib, rejissyorlik qilib, bir nimalar qo'yishimni ko'rishgandan keyin direktorimiz anaqa meni
Sen har oy bolalarni teatrga olib borasan dedilar. 30 ta kursdoshimiz. Har oy. Senda shu narsa bor, teatr yaxshi ko'rasan, senda bir qanaqadir o'zingga ozgina talenting bor. Shuning uchun har oy men teatrga olib borishim kerak edi. Hammasini olib borardim. So'rayo, borasan derdim. Spektakl ko'rardik. Har oy olib borardim. Kelgandan keyin endi xuddi o'qituvchidek o'tirib olib, hamma insho yozsin erkin temada. Qaysi spektaklni ko'rding, qaysi san'atkor yoqdi, qaysi aktyor senga yoqdi, nima haqida bu spektakl? Ana shunaqa qilib savol javob qilardim. Boshqaruvchisiz, a? Ha. Mana shu narsa meni keyin aktrisa bo'lishimga sabab bo'lgan, bildingiz? Hech narsa besabab emas. Hech narsa besabab emas. Aytgansiz-ku yana bitta gap. Hayot bu zanjir, bir-biriga bog'liq. Hamma narsa bog'liq. To'g'ri, Lekin to'g'ri. bizga bog'liq bo'lmagan narsalar ham bor-da. Bor, yo'q emas. Bugun sizga nima bog'liq bo'lmayapti? Nima bog'liq emas sizga? Nima qo'lingizdan kelmayapti? Harakat qilsangiz ham. Nima bog'liq emas sizga? To'g'ri, ba'zan bir qandaydir orzular, yana bir nimalarga ishonasiz, nimalardir orzu qilasiz. Mana shu narsa bo'lsin deysizda, ba'zan shu narsa sizga bog'liq bo'lmay qoladi. Shu narsani yo'q qo'lingizdan kelmaydimi yoki shu narsani eplolmaysizmi? Mana nima qilolmayotganingiz uchun qiynalyapsiz. Nima qo'lingizdan kelmagani uchun qiynalyapsiz. Nimaga yordam bera olmayapsiz? Kimga yordam bera olmayapsiz? Men aytmayman buni. Aytmayman. Bu xarakter, ha? Bo'ldi, Said opa, sizni nima uchun sinfdoshlaringiz qaynona deb laqab qo'yishgan sizga? Voy, buni ham bilasiz. Buni ham bilaman. Mana bugungi kunda qaynonasiz. Qaynonam. Ikkita keliningiz bor, bir-biridan aqlli, bir-biridan chiroyli. O'zi bugun qaynona qanday bo'lish kerak? Bugungi qaynona bilan kechagi qaynonani farqi bormi? Bor. Bugun kelinlarga qanaqa munosabatda bo'lish kerak? Chunki bugungi kelinlar ham kechagi kelinlar emas-da. Yo'q. To'g'rimi? Kechagi kelinlar emas. Kelinlar ham hozir qaynonadek o'zini tutadi. Lekin baribir Surayyo, bilmayman, yo o'zimdan kelib chiqsammi, qaynonalar og'ir bo'lish kerak deyman. Qaynonalarga sabr tilayman, kuch-quvvat tilayman. Imkon qadar kelini bilan ona qizdek bo'lishini xohlayman. To'g'ri, balkim qandaydir xatolarga yo'l qo'yar, balkim qandaydir uni qaynonani ko'nglidagi ishni qila olmas, bajara olmas, darrov keliniga yomon gapirib yoki dilini ortmaslik kerak. Imkon qadar qizim deb yaxshi muomala qilib, sekin asta ko'nglidan joy olish kerak. U shu darajada bo'lsinki, oyijon deb o'zi yuragidan aytadigan bo'lsin, sizni tushunadigan bo'lsin, sizni orzularingizni o'sha o'g'li bilan birga amalga oshirsin. Hozirgi kelinlarimizni bu deymiz, lekin ularga ham oson emas. Qiyin. Ularga ham oson emas, qiyin ularga ham. Bizni paytimizdagi kelinlikdan hozirgi kelinlarga 2-3 barobar og'ir. Oson emas. To'g'ri, o'zimizcha aytamiz, ana tayyor kashasi bor-ku, tayyor anavi bor-ku, tayyor mabunsi bor-ku deymizda, lekin u ham oson emas. Hozir masalan biz o'sha paytda 2-3 ta narsaga ulgurishimiz kerak bo'lsa, hozir kelinlar 7-8 ta narsaga, 10 ta narsaga ulgurish kerak. Bildingiz, zamon shunaqa tezlashyapti hamma narsa. O'sha uchun biz voy, men paytimda unaqa edi, nimaga hozir men bunaqa degan narsani men noto'g'ri deb hisoblayman. To'g'ri. Lekin kelinlardan ham albatta iltimos qilardim, qaynonalarni ham hurmatini joyiga qo'ysin. Oyijon deb agar qaynonani ko'nglini olsa, hozirgi qaynonalar ayniqsa jonini beradi kelinlarga. Teppa-teng ish ham qiladi, xizmat ham qiladi. Agar ishi bo'lsa, ovqatini ham qilib qo'yadi, bolaga ham qaraydi. Shunaqa qaynonalar ham ko'p. Siz qaynonangiz bilan yashaganmisiz? Ha, 17 yil birga yashaganman. 17 yil? Ha, 17 yil. Shu sohangizda? Shu sohamda, ha. Aktrisa bo'lib. Ha. Qanday bo'lgan hayot? Menga to'g'risini aytsam, bilmayman, qaynonam bir farishtadek,
menga hamma tomonlama yordam beradigan, hamma tomonlama xuddi Alloh menga shu insonni jo'natganki, men shuncha narsaga erishdim, bildingiz? Hamma tomonlama. Bitta o'g'il bo'lganlarda turmush o'rtog'ingiz, Jumadilla aka. O'sha uchun hamma tomonlama menga anaqa juda ko'p yordam berganlar. O'zini qizlaridek ko'rganlar. Juda ko'p yordam berganlar. Ijodingizni qo'llab-quvvatlaganlar. Hamma tomonlama qo'llab-quvvatlaganlar. Lekin boshda to'g'ri, aktrisani kelin qilmaymiz deyishgan. O'zlarini ham o'g'illari aktyor. Endi baribir hamda u paytda qiyin edi aktrisani kelin qilish. Hozir ancha oson bo'ldi. U paytda qiyin edi. Keyin menda bilasiz, mana shu mas'uliyat miyamda turardi-da. Bular meni aktrisa deb qo'rqishdi. Ertadan o'g'limni tashlab ketadi deb o'ylashgandir yoki aktrisada endi kim biladi, hayoti qanaqa bo'ladi deb o'ylashganda. Lekin men shu narsa miyamda turardi-da, aylanardi-da, yo'q, men bularga aktrisa ham yaxshi kelin bo'la oladi, aktrisa ham yaxshi xotin bo'ladi, aktrisa ham uyim joyim bolam chaqam deydi degan narsani har doim ichimda shu narsa turardi. Isbotlab bergansiz. Isbotlashim kerak edi. Yo'q, Xudoga 17 yil isbotladingiz. Isbotladim. Hammalari mendan rozi bo'lib ketishdi. Jumadilla Rametov ham menga uylanganlarga hech qachon pushaymon bo'lmadilar. Men ham ularga turmushga chiqqanimda hech qachon pushaymon emasman. Jumadilla Rametovga ham rahmat deyman, doim meni qo'llab-quvvatladilar. Shu uchun balkim hozir ozgina mana shu Saida Rametova bo'lib xalqqa tanilganim, rollar ijro etganim, mana shundoq bir omadli aktrisa, omadli ona, omadli yor bo'lganimga Jumadilla Rametova juda ham hissalari ko'p, juda ham. Umrlari uzoq bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Saida opa, bilasiz, ko'rsatuvimizga farzandingiz Aziz Rametov ham mehmon bo'lganlar. Keldilar-u, men Saida Rametovaga, onajonimga hech narsa qilib bera olmayapman. Yaxshi farzand bo'lish qo'limdan kelmayapti deb o'zlari yig'latdi. Hammani yig'latib ketdilar-da. Siz ona sifatida ularni bu munosabatiga qanday qaraysiz? Aziz Rametov qanday farzand? Aziz Rametov yaxshi aktyor, yaxshi aktyor, zo'r ijodkor, mehnatkash, ijodi yaxshi, o'zini kasbini yaxshi ko'radi. Keyin bilmayman, balkim ikkinchi farzand haligi juda ham bir Jumadilla Rametovga o'xshaydi. Qaynona, qaynatam ham juda ham shu aytaverardilar. Jumadilla Rametov xuddi men boshqatdan tuqqandayman. Erka edi-da, erkaroq. Birinchi Ulug'begimizga nisbatan Azizbek erkaroq edi. Juda ham ko'nglichi juda ham nozikda. Sal narsaga yig'lab ham yuboraveradi. Ijodkor. Shunaqa ijodkorda. Mana otasiga ham hozir ko'p anaqa qiladi, kuyinadi. Men aytaman, mayli bolam. Hayot-ku, nafas olib turibdi-ku, ko'p o'ylama. Bizani o'ylaydi, xuddi uni nazarida ko'p narsa qilolmayotgandek tuyuladi-da. Mana shunaqa javobgarligi, haligi ko'p narsa qila olmayapman, balkim ota-onani oldida men bunaqa vazifalarimni bajara olmayapman degan narsa, u bilasizmi nima uchun unga shunaqa tuyuladi? Chunki baribir san'atkorlik ko'pchilikda bor bu narsa. Bilasiz, ozgina narsa ham san'atkorga tegib ketadi. Ozgina narsadan xursand bo'lamiz, ozgina nimadan ham xafa bo'lamiz. San'atkorda baribir ko'ngli yarimta. Tushundim. Qilayotgan ishimizdan ko'pincha yana qilishim kerak, yana anaqadir deymiz-da, o'zimizni ko'nglimiz to'lmaydi qilayotgan ishimizdan. Chunki o'shanga nisbatan rollar ijro etamiz, shunaqa asarlar, ssenariylar o'qiymiz. Hammasi ta'sir qiladi-da. Mana endi qarang, bizda Behalovat xonadon spektaklini asar olindi. Bir 10-15 kunda premyerasi bo'ladi. Sizlarni ham taklif qilamiz. Xudo xohlasa. O'sha yerda men shunaqa endi boyvachcha xotin erini ham mensimaydi, hamma yog'i zo'r,
hamma yoqda o'zi bosh bo'lib turadigan, bolalarni ham o'zi qo'lga olgan. Keyin eriga ham bemalol gapira oladigan, shu gap qaytaradigan, mana shunaqa roldasiz. Shunaqa rolni ijro etyapman. Keyin o'zimcha bilasizmi, rejissyorga Marat akaga aytdim. Marat aka, nahotki shunaqa xotirlar ham bormi? Oshirib yormaganmi? Keyin dedim, anaqa nimamiz, yozuvchimiz, ozgina yumshoqroq qilib olaylik dedimda, o'zimga singdira olmadim, bilasizmi? O'zingizga qila olmadingiz. Kecha syomkaga borishim kerak edi. Keyin taksi zakaz qildik-da. Men aytdim, anaqa o'sha yerga o'zim boray, ertalabdan kechgacha syomkada bo'laman dedim, hech kim ovora qilmay dedimda. Meni olib borayotgan o'sha taksist, chiroyli, kelishgan kishi. Shunday o'tirishim bilan, "Voy Saidaxon, sizmisiz? Men shunaqa yaxshi ko'raman, shunaqa hurmat qilaman san'atingizni, rollaringizni" deb gapirib ketdi-da. Rahmat, rahmat dedimda. Keyin Saidaxon dedilar. Bitta men sizga anaqa aytay, shunaqa yo asar qo'yinglar yoki shunaqa bir novellam bir nima aytyaptilar, xuddi bizani Behalovat xonadonining voqeasides. Ishonasizmi? Nahotki xotiningiz shunaqa qildi deyapman-da. Shunaqa gapirib berdilar, o'sha voqealarni, farzandlari shunaqa yuz o'girganini, hamma narsani undan tortib olishganini, buni haydab yuborishganini, hozir men mana shu taksistlik qilyapman, qancha narsalarimdan ajraldim. Ana, voy tavba dedim, bizani Behalovat xonadonni sizni boshingizdan o'tgani ekan-da bo'lmasam dedim. Men shunaqa hayron qoldim. Bor ekan demay shunaqa ayollar ham ko'rdingizmi? Said opa, mana shu ayollarni o'zini ayolligini yo'qotishiga nima sabab bo'lyapti? O'sha kishi mendan ham shuni so'rayapti. Nima sabab? Nima sabab bo'ldi deydi. Bo'lmasam hamma narsamni tortib olishdi deydi. Mana bunaqa hozir deydi, men kvartirada yashayapman. Mana shu mashinani olib shofyorlik qilib pul topyapman deydi. Men kechirim so'rayapman deydi. Lekin hamma narsani olishib, egallashib meni qabul qilishmayapti deydi. Bildingiz? Bilmayman, bu uchun yo deyman ko'ngli soviganmikin deyman. Yo bo'lmasam hamma narsaga erishgan ekan. Ayol nima sabab bo'lyapti? Nima uchun ayolni nafsi ustunmi? Ayolni pul baxtli qiladimi? Kimlarnidir baxtli qilsa kerak-da. Ayolni nafsini pul to'ydiradimi? Pul to'ydiradimi ayolning nafsini? To'ydiradigan ham bor. Bor-a? Bor, to'ydiradigan ham bor, to'ydirmaydigan ham bor. Mana shu bizdagi Behalovat xonadondagi ayol ham aynan biza ijro etayotgan rolimiz ham to'ymaydigan, mol dunyodan, puldan. Demak, Behalovat oilani asosiy sababchisi bu ayol, erkak emas. Ayol. Erkak emas. Erkak emas. O'sha uchun oxirida monolog qiladi. Bolalarim, nima meni tashlab ketmanglar deydi. Men deydi, hamma sizlar uchun ishladim-ku deydi. Sizlar yaxshi yashanglar, sizlar yaxshi yeb ichinglar, tinch bo'linglar, yaxshi hovlilarda sizlar uchun yashadim. Nima uchun endi meni hozir shunchalik xo'rlayapsizlar bolalarim deydi. Tish aka, Hamid aka o'ynashyapti. Rosa zo'r repetitsiyalar yaxshi ketyapti. Siz qiynalmadingizmi? Buni ijro etib bu kabi rolni? Qiynaldim shu ijro etganda. Lekin mana shu kecha o'sha taksisi shu gapini eshitgandan keyin, demak bor ekanda shunaqa ayollarda bugun borganda repetitsiyaga Marat aka, kecha shunaqa bo'ldi, men shunaqa gapni eshitdim, bor ekan. Xuddi biza qo'yayotgan spektaklni o'sha odamni boshidan o'tgan ekan. Ayollar kuchli bo'lishga majburmi? Yo'q, ayollar kuchli bo'lishga majbur emas. Majbur emas. Lekin bilmayman, hozir ko'p ayollar kuchli bo'lishga harakat qilyapti. Nima sabab? Erkak aybdormi? Yo nafsi aybdormi? Qaysi biri? Nafsimiz. Nafsi? Nafs bo'lsa kerak, shunaqa deb o'ylayman. Lekin erini topgan tutganiga ham shukr qilib yashayotgan ayollar ham ko'p, juda ham ko'p. Said opa, bugun siz o'zingizdan rozimisiz? O'zimdanmi? O'zingizdan rozimisiz? Ayol sifatida, aktrisa sifatida rozi bo'lib yashayapsizmi? Roziman. Rozi bo'lib yashash kerak. Rozi bo'lib yashayapman, shukr qilib yashayapman. Har bitta yutug'imga
har bitta menga Alloh berayotgan bir mukofotlariga, hammasiga roziman. Hayotimdan ham roziman. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Shuni his qilasizmi? Muxlislaringiz ko'p sizni yaxshi ko'radigan. His qilaman. Sizni yurakdan yaxshi ko'radiganlar ko'p. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Samimiyat uchun rahmat. Lekin bizda tezkor savollar bor. Imkon qadar tez qisqa javob berishga harakat qilasiz. Ayol qanday hayotda yashay olmaydi? Agar qushga o'xshab qafasda bo'lsa. Tushundim. Zo'r Men javob. shunaqa deb o'ylayman. Zo'r Qushga javob. o'xshab qafasga tiqilib qolgan ayol. Erkinlik kerak ayolga. Erkinlik kerak, albatta. Ishonch kerak, erkinlik kerak. Nimaga yeta olmayapsiz? Menmi? Ha. Yaxshi uchastka olaman deb niyat qilyapman, chunki hozircha yeta olmayapman. Niyatingizga yeting. Ilohim. Sizni ko'pincha nima xursand qiladi? Tinchlik, sog'liq, Nima xafa qiladi? nohaqlik. Eng yaxshi ko'rgan filmingiz? Menikimi? Farishta degan film. Alisher Uzoqov bilan o'ynaganmiz. O'zingiz ijro etgan. O'sha. Nimasi yoqadi aynan? O'sha ayol bilasizmi, shunaqa mehnat qiladi, hamma taraflama bolalariga namunali, ibratli ona bo'lishni xohlaydi, lekin bolalari mol dunyoga o'ch bo'lib, mol dunyo talashishadi. Keyin u ayol chiqib ketadi-da, oxirida juda ham bolalarni hammasidan anaqa norozi bo'ladi. Eng kichkina kelini u bilan qoladi. Alisher Uzoqov o'ynagan o'g'limni oxirida ish qilib, lekin bu bo'lgan voqea ekan. Bo'lgan voqea Bo'lgan asosida. voqeani yozishgan ekan. O'sha ayol bilan ko'rishganman borib. Voh. Yaxshi ijro etdingiz. Meni butun ichki dunyoyimni yetkazib berdi Saidaxon degan o'sha ayol. Shu rolim juda ham yoqadi. Yoqadi. Eng yaxshi ko'rgan aktrisangiz? Lola Iltoyeva bilan Dilnoza Kubayevani yaxshi ko'raman. Bitta so'z ayting. Bitta so'z ayting. Menmi? Ha, xayolingizga kelgan qanday so'z bo'lsa ham. Bitta so'z. Omad. Omad. Omadlisiz? Yo, omadga muhtojmisiz? Yo'q, omadliman. Omadlisiz. Omadliman. Demak, o'zingizni aytdingiz. O'zingizni aytdingiz. Ha. O'zingizni Ha, holatingizni. Sog' bo'ling. Rahmat javoblar uchun. Bizda ko'rsatuvimizning an'anaviy savollari ham bor. Bu Bu hayotning asl ranglarini ikkita rangga qiyoslaydigan bo'lsak, Ha. siz qaysi ranglarni tanlagan bo'lardingiz? Ranglar qanaqalik bo'lishidan qat'iy Qat'iy nazar. nazar, siz yoqtirgan rang. Hayotning asl ranglarini qanaqa rangga qiyoslasa bo'ladi? Men oq rangni yaxshi ko'raman. Keyin hozir mana gul berdingiz-ku, men shunaqa rangni yaxshi ko'raman. Pushti ham desa bo'ladi. Nima uchun? Oq rangda bilasizmi, nazarimda hamma yoq keng ko'rinadi. Hamma yoqda tinchlik bo'lgandek ko'rinadi. Nafas olayotgandek bo'lasiz. Xuddi hamma ishlaringiz haqiqatan ham zo'r bo'ladi. Keng ko'rinadi, hamma yoq oppoq bo'lsa. Ham yuragingiz ham qanaqadir xotirjam bo'ladi oqni ko'rsangiz. Atirgulli ham oqni yaxshi ko'raman. Mana shunaqa rang. Bunda bilasizmi, tinchlik, xotirjamlik, nafislik, hali xotirjamlik, mana shunaqa bu rang. Sizni tabiatingiz shunaqada o'zi aslida. Tabiatingiz shunaqa. O'zingizda. Rahmat sizga ajoyib javoblar uchun. Shu o'rinda yana bir an'anaviy savolimiz. Bu hayot suratini, hayot manzarasini nimagadir qiyoslash kerak bo'lsa, siz hayot manzarasini nimada chizgan bo'lardingiz? Nimaga qiyoslab chizgan bo'lardingiz? Shu hayotda anaqasi nimaga qiyoslasa bo'ladi? Hayotni nimaga o'xshatsa bo'ladi? Yo, men ana uchadigan qush, humo qushiga o'xshatgim keladi. Baxt qushi. Baxt, humo, shunaqa erkin, xohlagandek uchadi, xohlagan joyga qo'nadi. Xuddichi meni nazarimda qush hammaga yaxshilikni ravo ko'rayotgandek bo'ladi. O'sha uchun shuni yaxshi ko'raman. Qanotlar bilan uching. Odam o'zini yaxshi ko'rish yaxshi-da. O'zingizni yaxshi ko'rasiz. Demak, hozir bizga mana shu uchayotgan, hammaga yaxshilik tilayotgan humo qushini chizib berasiz.
imkon qadar marhamat. Chizishga uncha yo'qman. Yo'q, imkon qadar qo'lingizdan kelganicha. Mana. Saida opa, sizga rahmat. Samimiyat uchun, go'zallik uchun. Yana bir bora aytamiz, siz sevimlisiz, keraklisiz. Har doim mana shunaqa kerakli va sevimli bo'lib yuring. Omad qushi qalbingizda, hayotingizda uchib yursin. Bizni yaxshilar tomosha qilib o'tirishibdi. Sizni muxlislaringiz, hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining muxlislari, ularga aytar gapingiz bo'lsa, marhamat. Avvalambor sizlar taklif qilganinglar uchun rahmat. Kelib ancha o'zim ham xursand bo'ldim. Ayollarimizga o'zim ham ayol ona bo'lganim uchun eng avvalo ayollar, azizlarim, qaro ko'zlarim, qalbi umon, mehri daryolarim, joniylar mingta joniylar omon bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Farzandlarning rohatini ko'rib, erka ona bo'lib yurish nasib etsin. Bahorlar shamolin asraydi, buloqlar zilolin asraydi, bulutlar hilolin asraydi. O'zingni oilang uchun asragin, o'zingni o'zing uchun asragin. Sog' bo'linglar. Ayolning surati bir savoldir, uning siyrati esa ana shu savolga javobdir. Umr azizlar, bizda buguncha shu. E'tiboringiz uchun rahmat.